Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagidan tashqari va rejalarimdan tashqari bo'lgan mavzu, rejalarim bo'yicha butkul boshqa mavzularni olib chiqish niyatim bor edi. Lekin shunda ayon bo'ldiki, shu mavzuni men olib chiqishim shart ekan. Ehtimol bu savol kimnidir o'ylantirayotgan yoki qiynayotgan bo'lishi mumkin. Demak, har doimgidek hammamiz uchun xayrli va manfaatli bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh va uning oqibatlari haqida gaplashamiz. Demak, men bu mavzu uchun tayyorlamadim. Jamiki yig'ilgan, to'plangan bilimlarim bilan bo'lishaman. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh degan amakivachchalar orasidagi nikoh yoki xolavachchalar, xullas yaqin qarindoshlar bo'lsa ham, uzoq qarindoshlar bo'lsa ham, o'sha qarindoshlar orasidagi nikoh bu demak salbiy oqibatlarga olib keladi. Aytishingiz mumkin, tanishlaringiz ichida yoki qo'ni-qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz ichida qarindoshlar oila qurgan bo'lishi va ularning farzandlari sog'lom deyishingiz mumkin. Lekin siz uni biror bir tahlillardan o'tkazmagansiz yokida kasallik kelganda yoki qanaqadir bir jismoniy yuklamalarda chidamliligini tekshirib ko'rmagansiz. Ehtimol unda qanaqadir genetik mutatsiyalar bo'lishi mumkin yoki organizmi qaysi bir kasalliklarni ko'tara olmay, kasallik sabab vafot etishi kuzatilgan bo'lishi ham mumkin. Qabulimda ham qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan bolalarni va o'zimni ham atrofimdagilarni bir emas, 2-3 avlodni kuzatib ko'rganman. Ya'ni aytishingiz mumkin, siz yoshsiz-ku, qanaqa qilib bir nechta avlodni kuzatdingiz deyishingiz mumkin. Bizni tibbiyotda demak biologik qonunlar, shajara tuzish, genetika darslari o'tilgan. Ana o'sha mavzularni o'tganda albatta har bir talabada yoki o'zini yokida farzandlarini yokida atrofdagilarni tahlil qilish ishga tushadi va ana o'sha mavzularni o'tganda va o'sha yaqinlarimni atrofimdagilarni tahlil qilganda buni isbotini ko'rganman. Aytaylik, ota-onasi qarindosh bo'lib oila qurdi. O'sha birinchi avlod katta bo'lgach, yana qarindoshlar o'rtasida nikoh paydo bo'ldi. Ularning farzandi ikkinchi avlod hisoblansa, mabodo birinchi avlodda siz o'ylagan nogironlik yoki qanaqadir aqliy zaiflik yoki qanaqadir ruhiy kasalliklar kuzatilmagan bo'lsa, ikkinchi avlodda albatta buni ko'rasiz. Demak, azaldan dinimizda ham o'sha tarixda iz qoldirgan podsholarning asarlari bilan tanishsangiz, ular yozgan tuzuklarda, demak, tavsiyalarda ham 7 avlod bir-biriga begona bo'lgan qavmlar, oilalar turmush qurishi tavsiya qilingan. Va bu juda to'g'ri qaror bo'lgan. Sababi buni sizga hozir genetika misolida tushuntirib ketishga harakat qilaman. Demak, aytaylik, siz ikkita meva navini, bir-biriga begona bo'lgan meva navini chatishtirgan holda yangi avlod olmoqchisiz va bitta navni o'zidan yangi avlod olmoqchisiz. Ana endi buni amalda ko'rsatib beraman. Qarang. Mana bu rang sariq rangli meva deylik. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Sariq rangli meva deylik. Siz uni ko'k rangli meva bilan chatishtirdingiz. Ana endi sizda o'zida ko'rayapsizmi? Yangi xususiyatlarga ega bo'lgan, yangi kuchga ega bo'lgan, yangi navga ega bo'lgan meva paydo bo'ldi. Ya'ni sariq va ko'k mevadan yashil sifat rangli meva hosil bo'ldi. Ana endi siz bitta o'sha aytaylik qizil olma bilan chatishtirdingiz. Nima hosil bo'ladi? Yana o'sha qizil olma bo'ladi. Faqat bu qo'rq-qumursqalarga chidamsizroq, hosili kamroq, qanaqadir turli kasalliklarga bardoshsizroq bo'ladi. Bu nav esa bunda mutlaq boshqa genlar, boshqa xususiyatlar, boshqa kuchlar bo'lgani uchun bu chidamliroq, hosildorroq, chiroyliroq, kattaroq meva berishi fanda isbotlangan. Demak, siz
oila qurish arafasida bo'lsangiz, turmushga chiqish arafasida bo'lsangiz, albatta kattalarni hurmat qilish kerak, lekin hozirgi kunda qiz bolani majburlash mutlaq mumkin emas. Na diniy taraflama, na dunyoviy ilmlar taraflama. Qiz bolani roziligi bo'lishi shart. Bunda moddiy taraflarini o'ylab oila qurilmaydi, hurmatli yoshlar. Demak, siz e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa ikkala tarafga ham, bu demak, iymoni, so'zlariga amali va dunyoqarashi, tushunchalari. Insonni qadrlaydimi, yo'qmi? Rejalari qanaqa? Demak, bunda siz ko'pincha o'sha yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh moddiy kutuvlarga asoslangan bo'ladi. Masalan, qiz bolani so'rab turgan joy moddiy taraflama, pul taraflama yaxshi, o'ziga to'q bo'lsa, demak, begonadan kelin qilishni xohlamaymiz. Boyligimiz begonaga qolib ketmasin. Qabilada ish ko'riladi. Lekin ertani o'ylash shart. Ana o'sha bir-biriga yaqin, bir xil bo'lgan narsadan yangi nima ixtiro qilishingiz mumkin? U genlar bir-biriga yaqin bo'lgani uchun ulardagi xatoliklar soni ko'p bo'ladi. Ya'ni bu mutatsiyalar soni ko'p bo'ladi va keyingi avlod albatta biror bir yoki nogiron, yoki nuqsoni bor, yoki qanaqadir kasalliklari bor avlod yuzaga keladi. Imkon qadar bir-biridan uzoq genlarni uchrashuvi zo'r hosil beradi. Genlar, siz bir-biringizga qanchalik begona bo'lsangiz, umuman mutlaq boshqa davlatda yashaysizmi? Umuman boshqa bir-biridan uzoq bo'lgan viloyatlarda yashaysizmi? Ana o'sha ikkita ona va otadan zo'r, kuchli avlod dunyoga keladi. Bolada aytaylik sog'lom tug'ilgan bo'lsa ham, oqma yaralar, homila paytida kanallar, qaysidir organlar o'zini rivojlanish bosqichidan o'tadi. Ana o'sha bosqichi oxirigacha yetmagan farzandlar dunyoga kelishi kuzatiladi. Agarda sizni uydagilar bosim o'tkazayotgan bo'lsa, yo'q, shu qarindosh bilan oila qurasan deb qarorini o'zgartirmasa, demak, mehribonlik uylariga bitta borib ko'ring. Sababi biz talabaligimizda genetika fanidan adashmasam, yoki pediatriya yoki genetika fanidan bizni bolalar uyiga olib borishgan va bu juda ham to'g'ri dars bo'lgan deb o'ylayman. Chunki u yerda masalan yutinish refleksi yo'q bolalar yoki chaynash refleksi yo'q bolalar. Ya'ni ular ovqatni faqat bo'tqa holiga kelgan holda yeya oladi yokida miyada suyuqlik to'planib gidrotsefaliya deyiladi yoki miyasini o'lchovi kichkina bo'lib qolgan yokida o'sha genetik kasalliklari, Down sindromi yoki undan ham og'irroq genetik kasalliklar bor bolalarni ana o'sha mehribonlik uylariga topshirishgan bo'ladi. Shu sabab agar xulosa olishni xohlasangiz, buni nima bilan tugashini miyangiz ko'rib ishonch hosil qilishini xohlasangiz, albatta mehribonlik uylariga tashrif buyuring. Albatta buyuring. Va bu bolalarni vaqti bilan xursand qilib turing. Bu bolalarda ayb yo'q. Mas'uliyat, ong bizga berilgan. Tanlov huquqi ham bizga berilgan. Demak, buni qancha ko'p inson ko'rsa, ushbu videoni, qancha ko'p insonda xabari bo'lsa, menimcha jamiyatimizga shunchalik foydasi ko'p bo'ladi. Demak, sizga sog'lom farzandlar kerak bo'lsa, kuchli avlod kerak bo'lsa, nasldor avlod kerak bo'lsa, imkon qadar umuman bir-biriga begona bo'lgan farzandlarni oila qurishini ta'minlang. Bu murojaat bilan men zinhor qarindoshchilikka putur yetkazish yoki qarindoshlik rishtalariga ta'sir qilish niyatidan yiroqman. Bu shifokor nuqtai nazaridan aytilayotgan murojaat. Endi aytaylik, bu videoni bir-biriga qarindosh bo'lgan insonlar ko'rib qoldi. Bu bilan sizni ichingizga vahima tushib qolishi kerak emas. Siz nima qilishingiz kerak bo'ladi agar shu insonlar qatoriga kirsangiz? Demak, siz va sizni farzandingiz turmush tarzingizni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'niki, agar zararli odatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ichish, chekish, energetikli ichish, gazirovkalar ichish, fast foodlar yeyish, kam harakatlik, uyqu me'yorida emasligi, sizni dasturxoningizda sabzavot, ko'katlar kam bo'lishi, shu jihatlarni ko'rib chiqib nazoratga olishingiz kerak bo'ladi. Ya'niki, mabodo shu qarindoshlardan nikoh yuzaga keldimi, undan avlod tug'ildimi, unda qanaqadir mutatsiyalar bo'lsa yoki qanaqadir genetik o'zgarishlar bo'lsa, albatta to'g'ri taomlanish orqali
hayotga aktivlik, ya'ni jismoniy mashqlarni, ko'proq harakatni qo'shish orqali vaqtida uxlab, ya'ni 22:00 dan kech bo'lmagan holda uxlab, 7-9 soat orasida uyquni ta'minlab, bu kattalar uchun, bolalar ko'proq uxlaydi. Dam olishni ham vaqtida qo'yib, kerakli vitamin va minerallarni qabul qilsangiz, qanaqadir kasalliklar bo'lgan bo'lsa ham, bularni yuzaga chiqarmasdan yashash mumkin. Lekin sizdan iltimos, o'sha farzandingizni qarindoshlar ichidan oilalab qo'ymang. Va bu o'rinda men dadamga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ular shifokor bo'lmasalarda, doim yoshligimizdan qarindoshlarga uqtirib kelgan gaplari bo'lardi. Begonaga ber. Qancha begona bo'lsa, shuncha yaxshi, shuncha kuchli nasl qoladi degan gapni doim ko'p aytardilar. Va meni turmush o'rtog'im ham g'irt begona. Bu uchun men dadamga minnatdorchiligimni bildiraman. Yoshlarga esa tavsiyalarim: oila qurish yoshga bog'liq emas. Oila qurish uchun avvalo bitta kasbni, hunarni, o'zingizni o'rningizni topib olgan bo'lishingiz kerak. Qiz bolamisiz, o'g'il bolamisiz, buni farqi yo'q. Agar siz qiz bola bo'lsangiz, qanaqadir kasb, hunar egasi bo'lsangiz yoki bir qanaqadir yo'nalish egasi bo'lsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz boshqacha bo'ladi. Siz ilmli bo'lasiz va ikkinchi tavsiya bu: hech qachon ilm olishdan to'xtamang. Oila qurish arafasidamisiz, demak, oila haqidagi kitoblarni xarid qiling, kurslarda o'qing. O'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham. Demak, homiladorlikka oila qurishdan avval yetarli ilm bo'lishi kerak. Homiladorlikka ikkala ishtirokchi, ya'ni ota ham, ona ham, qiz ham, o'g'il ham organizmi sog'lom holatda kirish kerak. Imkon qadar turmush qurishdan oldin check-up deyiladi, ya'ni organizmni to'liq tekshiruvdan o'tkazish kerak. Laborator analizlar topshirib, UZIlar qilib, o'zi bu ZAGSdan oldin spravka olinadi, lekin buni ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Ko'proq bizda e'tibor o'sha to'y tashvishiga, sep yig'ishga, sarpo qilishga, moliyaviy xarajatlarga qaratilgan bo'ladi. Lekin undan muhim narsalar bor. Demak, oila qurishdan avval o'zi o'sha yoshligingizdan odat qilishingiz kerak. Agar yoshligingizda bunaqa e'tibor qilinmagan bo'lsa, 18 yoshdan keyin siz уже yetuk shaxssiz. Demak, vaqti bilan shifokor ko'rigidan o'tib turishingiz, analizlar topshirib, sizda masalan hech bo'lmasam o'sha gemoglobin yetarli miqdordami, feritin joyidami, sizdagi oqsil yetarli darajadami, ya'ni o'zingizga yetmay turib siz homilador bo'lib qolib, yana homilani katta bo'lishiga ham oqsil, sizdagi barcha ozuqaviy narsalar endi bolani shakllantirishga ketadi. Siz sog'lom bo'lsangiz, sizdan sog'lom farzand tug'iladi. Mana shularga, demak, qiz taraf ham, o'g'il taraf ham e'tiborli bo'lishi shart. Bu muhim. Birdaniga to'ydan keyin bolali bo'lish degan narsa, bu bizni mentalitetimizga xos narsa. Agar siz demak, oila qurdingiz, birdaniga farzandli bo'lishni emas, avvalo tekshiruvlardan o'tib, hamma sog'ligingizni, hamma parametri, hamma ko'rsatkichlari joyidami, yo'qmi bilib, keyin homilador bo'lsangizgina sizda sog'lom farzandlar dunyoga keladi. Homiladorligingizda ham toksikoz sizni umuman qiynamaydi. Homiladorlik sizga juda yengil keladi bunda. Va ertaga farzandli bo'lgandan keyin siz sog'lom bolani parvarish qilasiz. Sizda demak bolani uzoq sarg'ayishi, erta tug'ilishi, vazni kamligi, hazm qila olmasligi, nevrologik muammolar sizni umuman bezovta qilmaydi. Ya'ni boladagi bu holatlar sizni bezovta qilmaydi. Chiroyli jarayonlardan o'tasiz siz farzand katta qilguncha. Topgan tutganingiz bolani tirik qolishiga sarflanmaydi. Bolani tuzatishga sarflanmaydi shunda. Va albatta ovqatlanishingizni ham e'tiborga oling. Imkon qadar tayyor mahsulotlardan, shirinliklardan voz keching. Ya'ni agar shirinlik yegingiz keladigan bo'lsa, bu sizga demak tez hazm bo'lib, qondagi qand miqdorini o'ynatib yuboradigan pishiriqlar, tortlar, pirojnilar emas, yoki magazindagi turli tuman tayyor pishiriq mahsulotlari emas, mevalar ko'rinishida bo'lsin. Uni ham me'yorda iste'mol qilishingiz tavsiya qilinadi. Demak, oila qurish uchun, homilador bo'lish uchun, onalik bo'lish uchun hammasiga oldindan ilm olib tayyorlanib borish tavsiya qilinadi.
Ana shunda siz xavotirlarsiz, qo'rquvlarsiz, asablaringizni asragan holda bu hayotingizni chiroyli va mazmunli yashab o'tasiz. Yoshlarga murojaatim shu. Va albatta birinchi uchrashuvga chiqqanda hech qachon tashqi ko'rinishiga qaramang. Ichki dunyosi, uni qalbi pok bo'lsin. Hasaddan yiroq bo'lsin. O'ch oluvchi inson bo'lmasin. Insonni xor qiladigan bo'lmasin. Va shu inson bilan yashab keta olasizmi, yo'qmi, siz savollar berishga haqlisiz. Yerga qarab, aqlli qizni yasab olib o'tirish u hayot sizniki bo'ladi. Siz ham qaror qabul qilish uchun mas'ulsiz bu hayotda. Shu sababli agar siz uchrashuvga chiqadigan bo'lsangiz, savollaringizni yigit kuyov bola ham, demak, kelin bolaga tayyorlab qo'yinglar. Sizni ertaga yashab ketish uchun qarashlaringiz ehtimol bir xil bo'lishi kerakdir. Qadriyatlaringiz bir xil bo'lishi kerakdir. Yoki sizni birlashtiradigan orzu maqsadlaringiz bo'lishi kerakdir. Ana o'shalarga diqqat qaratishingizni e'tibor qilgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu videoni manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammaga tarqatib qo'ying. Zero ogohlik bu bizni ko'p narsalardan asraydi.